Kepe gönlümge sürmenin. Zo'r bo'ldi-ya o'zi. Ha, vaqt bomba bo'ldi. Qishloqda hali hech kim bunaqasi qilmagan. Ha. Rahmat senga. Ha, mayli. Senga ham rahmat. Yana 4 ta skriptga yetishmadi-da. Ha endi qo'ya qolgan. Ularni qo'ysang to'y bo'lib ketardi-yu вообще. Yurlaring. Uyi bo'shat qo'y deganmidim. Bir kun muhlat tanlagan. Uyi bo'shatsang bo'shat. Hech qayerga ketmayman. Voy. Bu tilini bermaydi, bu tilini bermaydi. Ey, bir kun muhlat tanlagan. Bo'shatsang bo'shat. Bo'lmasa, hammani seni olib chiqib ko'chaga uloqtiraman. Bildilaringmi? Solazolku ha? Qaramasdan o'tib ketamiz yurlaring. Bu meni rahmatli o'g'limning uyi. Oshiq yigit. Bo'pti. Charchama. Bo'pti. Sen Nozimaga bitta telefon qilib qo'y. Uyda nimadir problema bo'lgan. O'zim ham shuni o'ylayotgandim. Bo'pti. Telefon qilib qo'y. Charchama. Alo. Alo, Tinchlikmi? Uyin oldida janjal bo'lyapti. buvim bizani uydan haydab chiqaryaptilar. Nimaga? Nima haydab chiqaradi? Xullas, dadam o'lganlaridan keyin buvim uyni urush qilib tortmoqchilar. Lekin dadam o'lishlaridan oldin vasiyat qilib, uy oilamga qolsin deganlar. Buni buvim bekityaptilar. Dadangni vasiyati aniq bormi? Ha, bor. Chunki dadam o'lishlarini oldindan bilganlar. Buvimning xarakterlarini bilib, shu vasiyatni yozganlar. Ha, tushunarli. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zingni uni qiynamagin. Yaxshi bo'larmikan? Buvim bizani tinch qo'ymaydilar. Ertaga chiqmasalaring, narsalaringni ko'chaga otaman dedilar. Menga shu hammasi zo'r bo'ladi. Hozir siqilmasdan o'zingni bosib uxlagin. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bo'pti, sanam. Shu yetmayotgandi. Biz gap bo'lar. Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, suyun. Ha bu yangilik emas-ku.